Assalomu alaykum. Hozir. Ha, tinchlikmi? Yaxshi, telefoningiz nechi? 16 Pro Max. Telefoningizni bera olasizmi? Voy, ne berar ekanman? O'zi kreditga olganman, zo'rg'a to'lab yuribman tavba. O'g'rimi bu? Mayli, telefoningiz kerak emas. Telefoningiz o'zingizga buyursin. Tanishsak bo'ladimi? Bo'lmaydi. Siz meni kim deb o'ylayapsiz? Kiyimingizga bundoq qarang, nima balo akangizdan qolgan eski kiyimlarni kiyib olganmisiz? Normalni yuring bundoq. O'zi qishloqdachi butun oila bitta kiyimda katta bo'ladi. Siz o'sha qishlog'ingizga borib o'sha qizlarga gapiravering. Biz shaharlik qizlar unaqa shirin gaplarga uchmaymiz. Mana shu marojnigingiz, keyin ana velosipedingizni minib olib, qizlarga gap otsangiz, qishlog'ingizga borib sizga anqayib qaraydi. Ne? Assalomu alaykum. Aka, Naboda 777 raqamli Li9 mashinasi sizdan emasmi? Ha, meniki. Shu sal chekroq olib tursangiz biz chiqib ketsak. To'sib qo'ydim yo'lni. Hozir. Ay, telefon raqamini bermoqchi edim.